Yevropa va Xitoy avtomobil sanoatini taqqoslashdan oldin, keling ikkala sivilizatsiyaning avtomobil tarixiga nazar tashlaylik. Xitoy avtomobil sanoati hali juda yosh bo'lgani uchun, keling Yevropa tarixidan boshlaylik. Mercedes-Benz so'zini eshitganingizda, Germaniya avtomobil sanoatiga nisbatan eyforik tuyg'ular paydo bo'ladi. Germaniya avtomobil sanoatining aniqligi va ishonchliligiga hamda uning avtomobil sanoatiga qo'shgan hissasiga qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q. Fransiya avtomobil sanoati haqida nima deyish mumkin? Taksi filmida ko'rsatilganidek, fransuzlar o'z mashinalarini xotinlaridan ham ustun qo'yishadi. Albatta hazil. Italiya avtomobil sanoati haqida nima deyish mumkin? Ferrari haqida nima deyish mumkin? Ferrari so'zini eshitib, odamlar avtomobillarning sehrli dunyosiga sho'ng'i deylar. Uchar, hashamatli, qizil Ferrari sotib olishni kim orzu qilmaydi? Qo'shnilaringiz oldidan qo'l siltab o'tishni kim ham xohlamaydi? Avtomobillar haqida gap ketganda, Angliya avtomobil sanoatini tilga olmaslikning iloji yo'q. Rolls-Royce so'zini eshitganingizda, siz o'zingizni Britaniya qirollik oilasining a'zosi kabi his qilasiz. Va bu maqtovlarning barchasiga albatta Yevropa avtomobil sanoati loyiqdir. Albatta Yevropa avtomobil sanoati haqida ko'p gapirish mumkin. Shuni esda tutish kerakki, avtomobil sanoati bug' lokomotivlarini ishlab chiqarish bilan boshlangan. Ammo birinchi tijorat engil avtomobili Yevropada yaratilganini ham yodda tutish kerak. Birinchi zamonaviy avtomobil ixtirochisi Karl Benz edi. Patent motor wagen Benz, patent motor 1886-yilda nemis ixtirochisi Karl Benz tomonidan yaratilgan avtomobil 1886-yil 29-yanvarda patentlangan va ichki yonuv dvigateliga ega birinchi tijorat avtomobiliga aylangan. Shunday qilib, Yevropa avtomobil sanoati tashkil etilganidan beri 1,5 asrga yaqinlashmoqda. Bu vaqt ichida bu sanoat nimalardan omon qolmadi? U ikkita jahon urushi va bir nechta iqtisodiy inqirozlardan ham omon qoldi. Ammo Yevropa avtomobil sanoati bugungi kungacha yetakchilikni saqlab kelmoqda. Masalan, Germaniyaning o'zi dunyoga yiliga 6 million avtomobil yetkazib beradi. 6 million kishi Miami aholisiga teng. Avtomobil sanoatini Yevropaning yetakchi sanoati deb atash mumkin. Endi biroz yoshroq Xitoy avtomobil sozlik sanoatiga o'tamiz. Albatta Xitoy avtomobil sozlik sanoati Yevropadagi hamkasbi kabi boy tarixga ega emas. Ammo Xitoydagi birinchi avtomobil zavodi 1931-yilda qurilganini hisobga olsak, bu allaqachon bir asrlik tarix. Bu vaqt ichida Xitoy avtomobil sozlik sanoati ham ko'plab bosqichlarni bosib o'tdi. Bir jahon urushi va bir nechta iqtisodiy inqirozlardan ham omon qoldi. Agar zamonaviy Xitoy tarixiga nazar tashlasak, quyidagilarni ko'ramiz. 20-asr Xitoy tarixida inqiloblar, urushlar va tub o'zgarishlar davri bo'ldi. Sing imperiyasining quloshi 1912-yilda, Xitoy Respublikasining tug'ilishi, Gamindan va Xitoy Kommunistik partiyasi o'rtasidagi kurash, Yaponiya bosqini 1937-1945-yillar va nihoyat 1949-yilda kommunistlarning g'alabasi bu Xitoy Xalq Respublikasi deb e'lon qilindi va Mao Zedong davrining boshlanishini belgilab berdi. 1950-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi va Sovet ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar yaxshilana boshladi. Tabiiyki, Xitoy Xalq Respublikasi hukumati avtomobil sanoatini rivojlantirishda yordam so'rabi Sovet ittifoqiga murojaat qildi. Bungacha Sovet ittifoqi avtomobil sanoatida Amerika tajribasiga ega edi. Amerika Sovet ittifoqiga Amerika avtomobil sanoatini rivojlantirishda yordam bergan edi va Sovet ittifoqi yordam berishga rozi bo'ldi va 1953-yilda avtomobil zavodini qurdi. SSSR 1950-yillarda Xitoy avtomobil sanoatining rivojlanishida muhim rol o'ynadi. Changchun shahrida FAW va Dongfeng kabi birinchi yirik avtomobil zavodlarini qurishga yordam berdi va texnologiya, eskina-uskuna va mutaxassislarni taqdim qildi. Bu yordam bugungi kunda dunyodagi eng kattalaridan biri bo'lgan zamonaviy Xitoy avtomobil sanoatining rivojlanishiga asos yaratdi. Birinchi avtomobil zavodlari FAW, Sovet muhandislari va mutaxassislari zavodni loyihalash va qurishda ishtirok etdilar va keyinchalik Xitoyning eng yirik guruhi FAWga aylangan texnologiyalar va uskunalarni o'tkazishdi. Ikkinchi avtomobil zavodi Dongfeng, Sovet ittifoqi ko'magi bilan tashkil etilgan, u Gorki avtomobil zavodining tajribasidan foydalanib, yuk mashinalarini ishlab chiqardi.
Yordam ko'lami SSSR nafaqat avtomobil zavodlarini, balki Xitoyning 17 hududida boshqa 156 ta sanoat korxonalari ham etishda ham yordam berdi va bu mamlakatni sanoatlashtirishga hissa qo'shdi. Beijing BK212 kabi Xitoy yo'l tanlamaslari UAZ 469 kabi Sovet modellaridan ko'chirilgan. Keyingi rivojlanish 1960-yillardan keyin siyosiy kelishmovchiliklar tufayli Sovet ittifoqining ta'siri zaiflashdi, ammo Xitoy avtomobil sanoatining mustaqil rivojlanishi uchun poydevor qo'yildi. Bugungi kunda Xitoy avtomobillar, maxsusan elektr transport vositalari eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi va uning SAIC va Chery kompaniyalari. Agar 21-asr zamonaviy avtomobil sanoatiga qarasak, Xitoy avtomobillari yildan yilga ko'chalarda, trassalarda ko'payib borganini ko'ramiz. Bunga kundan kunga ko'zimiz ham o'rganib bordi. Endi har doim shunday bo'ladimi? Ha, albatta buning ehtimoli katta. Bunga ancha sabablar bor. Biz yuqorida 20-asr Yevropa va Xitoy avtomobil sanoati tarixi bilan ozgina bo'lsa ham tanishdik. Agar e'tibor bersak, Xitoy avtomobil sanoati dunyoga avtomobil sotish tug'ul o'z xalqini ham avtomobillar bilan ta'minlay olmagan Xitoy avtomobil sanoati Amerika, Yevropa va Yaponiya sanoatlaridan ancha qoloq va har doim ular quvlab yuruvchi bo'lgan. 20-asrda Xitoy hukumatining orzusi Amerika, Yevropa va Yaponiya sanoati darajasiga olib chiqish edi. Ammo Xitoy sanoatida na tajriba, na mutaxassislar va bunga siyosiy rejim ham yo'l qo'ymas edi. Ammo dunyo joyida qotib turmaydi. Iqtisod har doim rivojlanganligi sababli avtomobil sanoati ham dunyo iqtisodiyotiga ham ohang rivojlanib bormoqda. 21-asr Xitoy avtomobil sanoati davri bo'ladigan o'xshab turibdi. Bunga juda ko'p sabablar bor. Birinchi navbatda ko'chalarimizda va trassalarda kundan kunga ko'payib borayotgan Xitoy avtomobillari buning tasdig'ini ko'rsatmoqda. Xitoy avtomobillarining dunyo bozorlarini egallab borishiga nima sabab? Nahatda rivojlangan Yaponiya, Yevropa, Amerika va qolaversa Koreya avtomobil gigantlari bunga yo'l berdi. Ammo oxirgi voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, bu holat reallikka aylanib bormoqda. Nahatda xitoyliklar dunyo avtomobil gigantlariga sezdirmasdan shu darajadagi rivojlanishga erishdimi? Yoki xitoyliklar shu qadar chaqqinmi? Dunyo avtomobil gigantlari xitoyliklarni sezmadimi? Xitoyliklar o'z avtosanoatini Yevropa avtosanoati bilan taqqoslashni yaxshi ko'radi. Bilamizki, Yevropa avtosanoati dunyoda yetakchi. Shuning uchun bugungi videoyimizda Yevropalik avtosanoat sozlarining xato kamchiliklari, yutuqlari, muammolari va qanday xitoyliklarni oldinga chiqarib yuborayotganligi haqida gaplashamiz. Yaqin o'tmishdagi Yevropa avtosanoatiga e'tibor beraylik. Albatta 1980-1990 yillardan keyingi Yevropalik avtosanoat sozlar o'zlarini yaxshi his qilayotgan edilar. Yapon avtosanoat sozlarining kuchli bosimiga qaramasdan, bu raqobat yevropaliklar foydasiga bo'layotgan edi. Sababi, yevropalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarini hamma taniydi. G'arbiy Yevropada Germaniya, WV, Mercedes-Benz, BMW, Fransiya, Peugeot, Renault va Italiya Fiat ishlab chiqaruvchilari ustunlik qilardi. 1980-1990 yillardan boshlab Yevropa avtosanoatsizlik sanoati globallashuv, konsolidatsiya, texnologik inqilob, elektronika, xavfsizlik, yangi bozorlarga o'tish va ekologik muammolar bilan birga chuqurlashgan integratsiyani boshidan kechirdi. Yerda Germaniya, Fransiya, Italiya va boshqa brendlar yirik kompaniyalarning bir qismiga aylanib, Yaponiya va Koreya ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlashdi. Ayniqsa effektivlik, sifat va innovatsiya sohalarida, yong'ilji tejamliligi va yangi emissiya standartlariga urg'u berdi. Bu ishlar yevropaliklarning qo'lidan yaxshi kelardi. Ammo Yaponiya va Koreya Amerika ishlab chiqaruvchilari ham ortda qolishni xohlamayotgan edi. Shuning uchun yevropaliklar o'z avtomobillariga turli innovatsiyalarni kiritishga majbur bo'lishdi. Bu innovatsiyalar Yevropa avtomobillarining yana ham mashhurlashuviga olib keldi. Masalan, elektronika va xavfsizlik, ABS, xavfsizlik yostiqlari, elektron dvigatelni boshqarish sistemalari va katalitik konverterlarning joriy etilishi xavfsizlik va ekologik tozalikni oshirdi. Ba'zi yevropalik ishlab chiqaruvchilarning avtomobillari taksichilar orasida ham mashhur bo'ldi. Bu avtomobillarda bemalol 1 million kilometrni bosib o'tish ham mumkin edi.
Mercedes-Benz OM617 dizel dvigatelli D seriyasi va 240D modellari o'zining chidamliligi bilan mashhur. Hatto taksi haydovchilari ham 2-4,5 million kilometr masofani bosib o'tishgan. BMW 3 seriyasi i30, 3 BMW 25i modellari sinovda millionlab kilometrlarni bosib o'tgan. Volvo 240 va 140 seriyasi hamda afsonaviy P18100 modellari o'zining chidamliligi bilan mashhur. Ammo hammasi yaxshi bo'lsa, nega xitoyliklar avtomobil sanoatida oldinga o'ta boshladi? Buni sabablarini bilish uchun dunyo iqtisodiyotidagi 1985-yillardan keyingi holatlarga e'tibor berish kerak. Dunyo bozorida elektronika mahsulotlari ko'payib, shaxsiy kompyuterlar, televizorlar, magnitofonlar, video magnitofonlar, elektron o'yinchoqlar, xullas chek-cheki yo'q edi. Avtomobil ehtiyot qismlarida ham elektron qismlari ham ko'payib borayotgan edi. Elektronika mahsulotlarini ishlab chiqarish